Abdullohxon II o'z saroyidagi bu iflos xiyonatni eshitganda nega jallod chaqirtirmadi? Xoinning ismi Arabiy qushchi edi. Abdullohxon barcha beklardan ustun qo'ygan bu inson o'z xaloskoriga qarshi qonli fitna pishitdi. Xiyonat fosh bo'lganda butun saroy bu xoinning terisi tiriklayin shilinishini kutgan edi. Ammo Abdullohxon dahshatli psixologik o'yin qildi. U jallodtig'i juda oson o'lim ekanini bilardi. Podshoh uni barcha boyligi va obro'sidan mahrum qilib, xuddi ko'zdan oqqan yosh kabi o'z davlatidan irg'itib tashladi. Barchaning nafrati ostida tiriklayin xor bo'lish erkak kishi uchun o'limdan-da og'ir jazo edi. Saroydagi xoinlarni shunday ezib tashlagan Abdullohxon ochiq jangda nimalar qilgan? Tasavvur qiling. Dushman keng Jayhun daryosining narigi qirg'og'ini egallab, bitta ham jonzotni o'tkazmasa nima qilish kerak? Abdullohxon butun daryoni olovga to'ldirdi. U yuzlab kemalarga naft sochuvchi jallodlarni o'tkazib, dushman ustiga qanday qilib olov yog'dirdi? Dushmanni tiriklayin kuydirib, Termizni tiz cho'ktirgan dahshatli kema taktikasi keyingi qismda. O'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.